Izzat Qobilov YouTube kanaliga xush kelibsiz! Tayyormisizlar? Afsus. Reverend Showga xush kelibsiz. Hozirda bizda 3 ta shart bo'ladi. Hozir 5 daqiqa ichida ushbu stol oldidan o'tib ketishinglar kerak bo'ladi. Agar stoldan o'tib keta olmasanglar, joyinglardan qolib ketsanglar va minutingiz tugab qolsa, o'yindan tark etasizlar. Sizlarga 5 minut vaqt ketdi. Yashil chiroq, qizil chiroq. Afsus. Okay? O'yingizni tark etdingiz. Xavf bo'lmang. Katta. Yashil chiroq, qizil chiroq. Yaxshi. Qizil chiroq. Afsus. Yashil chiroq, qizil chiroq. Yashil chiroq, qizil chiroq. Yaxshi. Qizil chiroq. Yashil chiroq, qizil chiroq. Yashil chiroq, qizil chiroq. Bo'lishi strik ha. Ana unda yashil chiroq, qizil chiroq. Qalayapti. Gapirishga ruxsat bor, gapiravering. Zo'r. Xo'p, qarang. Agar ushbu shartni tark etaman desangiz, men sizga 1 million so'm beraman. Oldimda 2 metr joy qoldi. Shunda oxirigacha. Oxirigacha. Nima ham deymiz, oxirigacha. Yashil chiroq, qizil chiroq. O'yinda qolaman. So'ramasindan o'yinda qolaman. Unda yashil chiroq, qizil chiroq. Bizda nechimiz qoldi? Ana unda 600 million so'mni yutib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Dilimining, ya'ni Dilshod Nazarovning Reverend Show ishtirokchisiga aylaning va 600 million so'mni qo'lga kiriting. Hamma yoshligida sevib o'ynagan berkinmachoq o'yini. Hozir ushbu zdaniyaga kirib, xohlagan joyingizga bekinasizlar. Va men bo'lsa, chiqib ketgan ishtirokchimiz bilan sizlarni qidiramiz. Va hozir sizlarga 1 daqiqa vaqt beraman, ikkita bo'lib olasizlar. Tipi komanda bo'ladi. Vaqt ketdi. Hozir sizlar общий 6 ta komanda bo'ldinglar. Hozir shu 6 ta komandaning ichidan bitta komanda finalga o'tadi. Ana endi esa tayyor bo'lsanglar, shartga start beramiz. Boshladik! Короче, ben seni sürdüm. Ortası oturalım, bardan yapalım. Hani bitti. Aktif sal görmedi. Ben oyundan oluyor oturalım. Bardan orkasıga. Mavada ayirmashlarga o'tganini sezsam yoki ko'rsam, bir ishi bor. Hali burchadi. O'sha ish bilan tashqari chiqib ketaman. Endi
endi. Menimcha hozir boshlanadi. Hamma bloger singari mana Sergey o'tiramiz. Afsus. Yo, o'rtoqlar, bunaqa oson topman deb o'ylamadim. Hali bizning oxirigacha ko'ringlar, qolganini yana topamiz. Komandangiz kim edi? Aziz. Aziz. Ana endi Aziz qidiramiz. Men komandasiz qoldim. To'g'ri o'yindan chiqdi. Adashmasam. Şeriz kim? Abdulazir. Hozir ikkita komandada bitta bola topildi. Ya'ni endi esa qolganlarni topamiz. Afsuski xonamda hech kim yo'q. Mayli. Bola yo'q. Bo'lmasam, bola topilmasa, ikkinchi etapga o'tamiz. Shu maktabda o'qiganmisiz? Ha, shu maktabingiz? Ha, maktabim shu. Bolalar ancha kollejga bekilmagandir, bilmaysiz. Yo'q eshik. Bitta variantimiz shu qoldi, bo'lmasam, biz joyga o'tamiz. Bu kutilmagan, hali ishtirokchilar bundan xabari yo'q. Ma'lumot tashkil berishni hali xayol ko'rasiz, ham ish kelmagan bo'lsa kerak. Yo'q, agar hozir masjidda xonalar agar ochilmasa, bolalar topilmasa, o'sha ish qilamiz. Bolalarni topish qiyin bo'lganligi uchun hammani bir joyga to'pladik va ularga shart berdik.
Anu ham lekin. Yutgan chiqqan odam bor-ku, o'sha anu bo'lishi ham mumkin. Finalga o'tgan bo'lishi ham mumkin. Zum ziki. Comeback. Hozir shart juda ham uzoqlashib ketyapti. O'shaning uchun pastga tushgan, birinchi rangga qo'lini tekkizgan o'sha keyingi bosqichga o'tadi. Voy, lekin gap yo'q. Men bunchalik tez kelishadi deb o'ylamadim lekin. Hurmatli ishtirokchilar. Menga yetib kelishdi. Afsuski. Bo'ldi, endi sekin joyimizga boramiz. Finalga chiqqan ishtirokchilar o'zlariga tegishli bo'lgan reverem suvlarini qidirishlari kerak bo'ladi. Tegishli bo'lgan suvni qidirasizlar va kim birinchi qo'limga tutqazib qo'ysa, ushbu shou g'olibi bo'ladi. Санечка, снимаешь? Санечка, золотой мол. Заходи, потом я... Ne?
bu ishtirokchimiz raqibini suvini topib oldi. Bu ishtirokchimiz ham raqibini suvini topib olib, yana o'z suvini topishda davom etdi. Afsuski, bu ishtirokchimiz o'zlariga tegishli bo'lgan suvni ko'rmasdan o'tib ketdilar. Oradan ancha vaqt o'tib va nihoyat O'rtoqlar, shuncha mehnatimiz uchun podpiska va like bosib qo'yishni unutmanglar.